Hammaga salom Minecraft'dagilar. Bugun biz nima qilamiz desanglar, bugun biz kompyuterda Minecraft skachat qilishni o'rganib chiqamiz va biz ketu. Birinchi o'rinda Chrome'ga kirib olib, The Launcher'ga qidiramiz va shu yerga birinchi chiqqan ilovani ichiga kiramiz, sayt ichiga. Keyin ikkita tanlov chiqadi. Sizlar bo'lgingiz pastga qarasangiz davlat TL yozilgan bo'ladi. Keyin The Launcher'da skachat qilish bo'ladi. Va shuni bosamiz. Va tepaga skachat ana shuni bossangiz skachat qilishga o'tadi. Agar sizga Linux yoki MacBook bo'lsa, shulardan bittasini tanlab skachat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammasi o'ziga qarab. Misol uchun men Windows, o'shanga men Windows skachat qilganman. Keyin har xil narsalar shu yerga bo'ladi. Xohlasangiz qo'llamani o'qib chiqishingiz mumkin bemalol. Yuklab ochilgandan keyin shunaqa qonunni ochiladi va siz shu yerdan account degan joydan account kiritib olsangiz, bemalol skiningizni kiritishingiz mumkin. Va bu yerga har xil versiyalarni tanlash degan joycha bor. Misol uchun siz 4G degan joyga kirmoqchi bo'lsangiz, 4G bu Minecraft modlari bilan o'ynash. Optifine esa FPS ko'tarish va shaderlar bilan ishlatish hisoblanadi. Keyin bunaqasi bor. 4G Optifine bor. Ikkalasini ham birgalikda ishlatish uchun ishlatilgan narsa bo'ladi. Va modni qayerda qo'shamiz degan bo'lsanglar, mana bunaqa joycha ochilgandan keyin mana qarasanglar modlar bo'ladi. Va tayyor ochilgan papkani shu mod bo'lmay tashlasangiz, bemalol modlar o'ynashingiz bo'ladi. Misol uchun mana menga 3 ta mod bor. Va kartalarni so'ramoqchi bo'lsanglar, pastroqqa shunday tushasiz, service degan bo'limcha bo'ladi. Va shu servicega kirib, shunday faylni shu yerga tashlasangiz, mana horror modlar, har xil shunaqa kartalarni shu yerga tashlab o'ynasangiz bo'ladi. Albatta modlar va kartalarni har xil saytlardan olishingiz mumkin bo'ladi. Sizga yana bir narsa ko'rsatmoqchi bo'lsam, agar sizga jang va survival juda ham qiziq bo'lsa, shu botga kirishingizni tavsiya qilaman. Foydali UZBX bot. Telegramdan qidirsangiz bemalol chiqadi. Startda bossangiz har xil narsalar chiqadi. O'yinlar, ilovalari, har xil kompyuter o'yinlari chiqadi. Minecraft, oddiy Minecraft modlari ham bor. Xohlasangiz Minecraft Java modlarini ko'rishingiz mumkin. Bir kungacha polni to'ldirib chiqaramiz va siz uchun juda ham kreativroq narsalar tashlashga harakat qilamiz.